Assalomu alaykum barcha kukalarimizga. Mana bugun biza Krasnoyarskga mana shu joyda kelib aylangani. Xuddiki bu Qozog'istonda cho'liga o'xshaydi yo'llar. Mana katta yayla o'xshaydi. Xuddiki Qozog'da cho'lida yurasizlar-ku, mana shanida. Aylanib yuramiz, toz zamoshin mana yo'l raspoyda. Lop-loy bo'lib ketdi mashina. Do'stlar, Rossiyaga nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Mana hozir 30-aprelgacha bilasizlar, surok bergan. Kimdan kim elektron pochta, gosslugani ustanavut qilmagan bo'lsa, registratsiya qilmagan bo'lsa, sim kartasi bilan Sberbank karta, Luboy kartasi qutlanadi avtomatik. Shuning uchun 30-gacha harakat qilinglar, shu narsalarni qilib olishgan. Keyin mana biz dokumentlar aeroportga uchib ketishga nima bo'lyapti, nima qo'yapti desa, aeroportdan biz dokumentlar hech nima qilmaysizlar. Shunaqa o'tasizlar, ketasizlar. Aeroportda ichiga militsiya ham ishlagan yo'q, boshqa narsa ham qilgan yo'q. Kecha men o'zim biz dokument bir akamizni, Tojikistonlik akamizni olib borib jo'natib keldim. Biron gap so'z yo'q. Hammasi yaxshi do'stlar. Bu videoni like bilan tarqatamiz. Beni